ketdi. So'yib qopti. Uzoq o'lkalardan uchib kelibdi bu. Makka Madinalardan uchib keldi. Ey Robbim, o'zingga behisob shukr. Buni orqasidan yaxshi hikmatli kunlar bo'lsin. Ramazon oylarimiz oxiriga yetib, keyingi yilgi Ramazonlarga tinchlikda, tan sog'likda yurtimiz, xalqimiz, oilamiz bilan, bola chaqalarimiz bilan yetishlar nasib qilsin. Qo'limga olaman desam, materialim akam ushlab oldi. Men silasam joni kiryapti. Charchagan bu, juda uzoqdan kelgan bu. Abobil, mana taniyotsizlarmi, ko'ryapsizlarmi? Mana. Dumlari uzun ekan. Mana dumlari uzun ekan. Ancha ism oldi. So'yib qopti. Bu issiq o'lkalarda yashagan qush. Allohning mo'jizasi bilan yer yuzida mana urushlar bo'lib yotgani hisobiganmi, bizning yurtimiz tinch uchib ketdi o'shalarda. Bu ham bo'lsa bir yaxshilik bo'lsin yurtimizda, oilalarimizda. Yuzini ol, yuzini qara mana. Mana yuzlar. Ey oyoqlari.